Assalomu alaykum, hurmatli millatdoshlar. Bu video murojaatni endi ichim yondi, shu uchun qilyapman. Kechqurun bo'lsa ham endi uzr, uyqularingizni buzsam, boshqa narsa qilsam aytib buyurmaysizlar. Men bu narsani hech qanday hype ushlash uchun, kommentariy yig'ish uchun, podpiska bosinglar deb aytmayman. Hammasi endi o'zimni yuragim yongani uchun men shu ishni qaror qildim. Ishxonadan hozir chiqaman, men denga ishlayman. Bir bola noshga ishlaydi. Kelyapti ko'zi ko'kargan. Tak men 2/2 2 kun davomida ishlayman. Ular har kun ishlashadi, chunki menda fuqarolik bor uchun bizda endi рабочий числlar yengillashtirilgan. O'zbekistonlik vatanimlik, men 2011-yildan buyon Sankt-Peterburg shahrida istiqomat qilaman. Men prosta onlayn tarmoqlarga umuman ko'rinmaganligim sababi internet ishlamaydigan joylarga edim. Bir 4-5 yil. Shu uchun ishdan chiqyapman, u aytibdi, kecha oylik olgandik aka, kvartiramizga bugun bolalar najami, taparami, pichoq-michoqlar bilan kelib, короче, qo'rqitib pulni olib ketibdi. Kvartiraning egasi ham o'zbekistonlik. Bu to'shni informatsiya bo'lsa bo'lmaydi. Bu to'shni informatsiya agar bo'lmasa, bunaqa ishlar bo'lmaydi. Shu uchun men sizlardan iltimos qilib qolaman-da, kimda shunaqa problemalar bo'layotgan bo'lsa, qayerga borishni bilmay, hech qanday nima qilmay o'tirmanglar. Bu narsa razbo'y deb aytiladi. Bu narsaga shahar berdarvoza emaski, bu narsaga tegishli chora ko'rish kerak. Avvalambor yugurish kerak, orqasidan tegishli joylarga murojaat qilish kerak. Agar ular hal qila olmasa, keyin уже дальнейший o'zimizni sekin yo'lga o'tiladi. Men bu narsani sizga aytmoqchiman. Kimga переводчик hozir ko'pda, o'zimizning musofirlar ko'p bolalar allanadi. Bizda 3000 ta bola ishlaydi. Boshda men bu yerga ishga kirganimga o'zi 3 oy bo'lyapti. O'zimiz bolalar ishlaydi. Hammasida migrantlarda juda ko'p problema. Kimdir registratsiya, kimdir qilib bergan, обещать qilib bazaga chiqmagan, pul tashalgan. Shunaqa bolalarga uchrasalaringiz, lichkaga yozasizlar, nomerini tashlaysizlar, muloqot qilamiz, o'zim boraman. Bu narsa uchun, pul uchun emas, boshqa narsa uchun emas. Men haqiqat tarafdoriman. Bobomiz Amir Temur, Xudo rahmat aytganlar, kuch adolatdadir. Adolat bo'lishi kerak. Adolat bor joyga kimda za bo'lsa, kim haq bo'lib turib nohaqlikka uchrayotgan bo'lsalaringiz, yozinglar. Qo'limdan kelgancha pul uchun emas, like uchun emas, boshqa narsa uchun emas, men yordam qilishga tayyorman. Hech narsadan xavotir olmanglar. Boramiz, ko'rishamiz, gaplashamiz. Kim cho'k, почему spespriyomlikdan pul chiqarib beraman deb pul olgan ko'pchilik. Короче, o'zimiznikilar ham mashinnilik qilib yuribdi-da. Shunaqalarni aniqlashga menga yordam berib boringlar. Rahmat hammalari.